tinchlikmi desam, aka bardam bo'ling, Dilshod bo'lmay qoldim. Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Yallama qishlog'ida 17 yoshli yigit o'z sinfdoshi tomonidan vahshiylarcha o'ldirilganligi aytildi. Marhumning yaqinlari Millar dasturiga murojaat bilan chiqdi. 17 yoshli yigit aynan mana shu xonadonda istiqomat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning 6-iyun kuni tunda ro'y bergan. Ishdan keldim, telefon qildi bolam. Ona kelmasmi? Ona o'rtoqlarim bilan birlashgani chiqsam maylimi dedi. Mendan so'raqsiz qilmasdi, chiqmasdi qichib. Va shundan keyin 20-dan keyin voyda shunday xabarlarni eshitib o'tiribman-ku, shunday xabarlarni eshitib o'tirib. Voy qanday chidayman. O'qiydigan sinfdoshim. Voy otasiz bir ko'zda boqib-o'tdim-ku, jonim bolam. Bugun 9-iyun ushbu xonadonda janoza marosimining 3-kuni. 2 kun avval 17 yoshli Dilshod yaqinlari tomonidan so'nggi manzilga kuzatildi. Men tinchlikmi desam, aka bardam bo'ling, Dilshod bo'lmay qoldim. Chopqilaganimcha kirsam, stolda yotibdi, kravatda, ustini yopib qo'ygan. Shuni yuzini ochdim, qarasam mana mashitda anaqa bor ekanda. Qandaydir qon bo'lganda, nima bo'lgan bunga desam, shunday deydi, o'zini deydi o'rtog'i pichoq urib qo'yibdi deydi. Shokka tushib qoldim. 10 minut oldin gaplashgan bolam bilan 10 minutdan keyin vidolashib turdimda. Xullas kalom bu voqeani bularning o'rtasida nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmayman lekin. Marhumning yaqinlarini xabar qilishicha, voqea aynan mana shu yerda mahalladagi futbol maydonida sodir bo'lgan. Bizga sababi kerak. Nima sababdan bunday bo'lganini tushunmay qoldik. Bilmay qoldik nimaga bunday bo'lganini. O'tirgan joyidan olib chiqib ketib, qilgan ishlarini qarang. Biz talab qilamiz, qonuniy chora ko'rishinglarni xohlaymiz. 10-sinf o'quvchisi bo'lgani? 10-sinf bitirdi. Nega o'ldirdi meni bolamni, shuni bilib. 17 yosh bolani qilayotgan ishimi? Nima degan, urushganmi, so'kishganmi? U bola bizanikiga kelib yotibla qolardi bu yerda. 2 kun bo'ldimi? Yo'q, topolmayapti. Ko'zimni yumsam yonimga ko'zim oldimga kelyapti. Tog'a. Mana 3 kundan beri uyqu o'tgan yo'q. Lekin o'zimni qarmog'imda yurgan bola. Mendan mincha so'raqsiz, mana yerda mincha ish qilmaydigan. Chizgan chizig'imdan chiqmaganman. Voqea joyini ko'zdan kechirganimizda biz bu yerda qon dog'larini ham ko'rdik. Mayli vaqt davolaydi deydi, lekin vaqt davolash uchun ham borki, odamga sabr kerak. O'sha xonada yotardim. Hozir kirolmayman men o'sha xonaga. Shuncha dardi bor ekan, biroq aytmaydimi menga. Men yo'lini topmayman, chorasini topmayman, borib ota-onasi bilan gaplashmaymanmi? Banizada ko'rganim meni ko'z oldimdan umuman ketmayapti. Bola ko'zini yummagan hamda, ko'mginimizcha ko'zini yummadi. Yumsak ham yummadi. Nega to'ymadi-da u? Gumonlanuvchining oilasi ham shu mahallada istiqomat qiladimi, yaqinmi? O'zimizning mahallada, bitta mahallada. Shu nariga o'zimizdan bir ikkita ko'cha nari turadi. Ularning oilasi ham unaqa yomon oila emas. Yo'q, yangi mashinalar minmadi, tobut minib ketdi. Ota-onalar bolalarni yolg'iz qo'ymaydi. Har soatini tekshiringlar. Nima qilsan, nima qil. Bo'sh qo'ymaydi. Iloji boricha kechasi ko'chaga chiqarmaydi. Biz mas'ullardan tez kunda ushbu voqea yuzasidan rasmiy munosabat bildirishlarini so'rab qolamiz. Hech bir ota-ona farzandim deb ko'z yosh to'kmasin. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi. Biz shu o'rinda marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.